Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsiz, xushvaqt bo'ling, hamisha hamma vaqt bo'ling. To'linglar, to'kilmanglar, qatorilarni hech ham kam bo'lmaylar. Bugun Islombek akamizni, Inovatxon opamizni, Bekzodbek akamizni, Sevara yengalarimizni xonimga katta to'y shodiyona. Albatta bugungi kecha bilan, bugungi fayzli oqshom bilan muhabbatlar g'olib bo'layotgan kun bilan barchalarni chin yurakdan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin deymiz. Boshlagan to'ylaringiz hamisha o'nlaridan bo'lsin deymiz. Qiyos yo'q uning mehri bir daryo o'xshasa o'ziga o'xshaydi O'zbek. Bolalarga bildirmas ammo dunyoda bolam deb yashaydi O'zbek. Bir qo'lida belanchak, birida Qur'on, bir yelkada ketmon, birida iymon. Barchaga barobar bir oftob simon yashnasin odam deb yashaydi O'zbek. Bobolari qaysi yigitlardan kam, momolari xo'shro'y yuzdan orsa ham. Nabiralar bo'lganida bir taviga jam ko'rpa yetmay to'ni to'shaydi O'zbek. Azizlar, albatta har bitta o'zbek bor ekanki, bolam deydi, chaqam deydi, uy joy to'y hasham deydi. Shunday ekan, bugungi to'yimizni, bugungi fayzli oqshomimizni ochib berish uchun Qur'onlar yig'in raisi mahallamiz Abdulloh Sho'rozov akamiz davron markaziga taklif etsak, albatta eng chiroyli nutqlari bilan bugungi to'yimizni, bugungi fayzli oqshomimizni ochib bersalar. Sho'rozov aka, to'ylar muborak bo'lsin deymiz, albatta to'yimizni ochib bersangiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana yana ülkemizde bugün yine Şakirullah Hanı'nı Şerif dayımız hem Rabia Halabilerimizin Hanı'nda acayip bir toy. İslam'a tebrikliyim toy bilen. Yine şunca en yakın dostlarım şöyle aşmadık tebrikler. Şu toy onundan olsun, şu kızımız baktı olsun. Bizi kadimden kalan bir yap var. Kız ata evine amanet. Bu her bir yurtta adet. Şu kızımız baratına evine amanet olmasın. Varga yerinde daş deyip olmasın. Şu evindeylerini, kaynana kaynatalarını, evindeyi diyevini oradakında olsun. Vaktli olsun, özlerine köpeysin.
Hürmetli ortaklar, yine ben özüm namımdan, ailem namımdan, kardeş doğalar namımdan tebrikliyim bu aileni. İslam yine bir var tebrikliyim seni. Şöyle yine hem en yakın insanların oturttu, konu koşularını oturttu, jor yaralarını oturttu. Bizlerin varıp, senin varıp, ailen bilen bulan toylarda hizmet etmek güzel bir gün. Sağlık, selametlik olsun. Hürmetli ortaklar, bana indi devreni açıktan hesapladı. Hazreti Gülük oyuna otururken toyumuz açık. Yine canlı iş ülkemiz devam tutup gideverdi. Bize güç kuvvet, rahmet edin. Sağ olun, selamet. Esir Bıcı'ya, yeter rahmet, inşallah yine Ahmet Öğrenmeyecek toylarda hizmetlerin bileğine yurtuyla hizmet kılıp yürüttü. Büyük inşallarından ne bolaslar, bana rahmet bolaslar, bulanın işine ruvaç, bundan ki ulaşımız toydan çıkmasın. Günene 2-3 yerde toydan sağ verin de. Mesela sağ olun, sağ olun. Ülke bir anlayıp size tapşırdık. Siz çırayla para veririz toydan. Sağ olun. Katta rahmat. Katta rahmat shoningizga sog' bo'ling, omon bo'ling. Elimizda, yurtimizda yaxshi kunlarda, to'y tantanalarida, bazmlarida hamisha bosh bo'lib, qosh bo'lib yurishingizga nasib etsin deymiz. Katta rahmat. Kim ham o'tmas bu dunyodan? Siz ham, biz ham omonatmiz. Bugungina sog'li yurganlar bitta kamomatmiz. Dunyo ora taskin nuzu, ummonlara xasmiz go'yo. Allohimga ming bor shukr, bugun hamma salomatmiz. Albatta salomatligimizga hecham ko'z tegmasligimiz. Albatta Sho'ra bobomiz aytib o'tganlaridek, o'tgan marhum Nafisa opamizni, Sharif boy otamizni, Robiyajon onamiz, Jobirga otalarimizni eslab o'tsak, nur ustiga ilova bo'ladi. O'tganlarni rahmat, qolganlarni salomat qilsin deymiz Allohga. Azizlar, endi barchalaringizga to'ylar muborak va yoqimli ishtahalar tilaymiz. Albatta singlimizga o'z taxtirovlariga o'tishiga ruxsat beramiz. Katta rahmat, baxtli, saodatli bo'ling, shirindan shakar farzandlarni go'zal ota-onalari bo'lish sizlarga nasib etsin deymiz. Yana endi barchamizni o'z bag'riga chorlayotgan Madina nomli tantanalar saroyiga va albatta ishchi xodimlarga, ma'muriyatiga o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Qolaversa, bugundan e'tiboran butun umrga eng chiroyli va professional darajada oltin tasmalarga muhrlab kelayotgan Anvar Media operator yigitlariga o'z tashakkurlarimizni yo'llab qolamiz. O'zbekimda har bitta yaxshi kuni to'y tantanasi bor ekanki, san'atkorsiz tasavvur qila olmaymiz. Shunday ekan, bugun siz va bizning xizmatimizda eng chiroyli kuy navolarni baxshida qilish maqsadida tashrif buyurgan Xudoshkir Sapoyev boshchilik asl DJ jamoasi bugun siz va bizning xizmatimizda bo'ladi. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Davramizda ana endi asl DJ jamoasini taklif etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari, hammangizga xush kayfiyat tilaymiz. Bugungi to'yimizni Xudo xolasa sizlar bilan zo'r qilib olamiz degan niyatdamiz. Kelinchagimiz uchun marhamat qo'shiqlarimiz davom qiladi. Bareng nolai. All I make sure you